Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, so'nggi paytlarda BYD avtomobillarga bo'lgan talab keskin ortmoqda. Buni asosiy sababi avtomobillarning kafolat muddati uzoq bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi sababi BYD Andijondan berilayotgan qulay takliflar. Bugungi obzorimizda esa BYD One Up. Ixcham bo'lgan bu crossoverimizni farlari to'liqcha ledlardan iborat va avtomobilning oldi qismi menga juda ham yoqdi. Avtomobilning tashqi qismiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, LED faralar, 16 razmerdagi quyma disklar, 360 kameralar, NFC karta o'qish tizimi hamda 5 kulchovoy dasturlari mavjud. Avtomobil salon qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, multirollari, markaziy displeylari va biz yoqtirgan panoramalarigacha mavjud. Avtomobilning orqa qismida ham yo'lovchilar uchun juda ham qulay sharoitlar yaratib qo'yilgan. Zaryadnilarning ikki xil Type-C DC'ni USB'li DC'mi, undan tashqari obshipkadagi dizaynlar o'zgacha ko'rinadi. Avtomobilimiz yukxonasi juda ham keng, 387 litr hajmda yuklaringizni bemalol o'ziga sig'dira oladi. Bu ixcham bo'lgan crossoverimiz 8 sekundda bemalol 100 km tezlikka erishadi va bir zaryad bilan 400 km oshiq masofani bosib o'tadi. Agar sizga shunaqa ixcham tipdagi crossoverlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyidagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi.